Rasulullah sallallohu alayhi vasallam bu oyni oylarning sultoni deb ataganlar. Ya'ni bu oy oylarning eng ulug'i. Oylarning ichida eng ulug'i hisoblangan muborak Ramazon oyi bu oyda qilinadigan har bir amallarimizga, har bir ezgu xayrli ishlarimizga Alloh taolo tomonidan berilgan savob ajrlar naqadar ziyoda ekanligini ham siz bilan Ramazon oyi mobaynida juma namozlarida, boshqa ma'ruzalarda ularning barchasidan albatta imkon xabardor bo'lib keldik. Bugungi kunda bu tinchligimiz, ofiyatimiz xabarchi bo'lib turgan prezidentimizdan tortib viloyat shahar hokimlari, barcha hukumat rahbarlari, davlatimiz rahbarlari mana bu yerda mana kecha kunduz siz bilan biz namozxonlarni bemalol namoz o'qishsin, ibodat qilishsin, bu xizmat qilib mana bu yerdagi ichki ishlar xodimlari, barcha mana shu yurtimizdagi mana shu mutasaddi bo'lgan tashkilot barchalarini Alloh bilan ham siz bilan biz aka-ukalarimiz, birodarlarimiz Alloh ularning qilgan xizmatlari evaziga va'da qilingan savob amallardan ziyodaligini ato etgan. Allohu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar wa lillahi hamd. Bugungi kunda Alloh taolaning ikkita bayram, hayit bayrami, mustaqilligimizning 20 yillik malaikalarning keltirib Alloh bu ikki bayram haqida voqelik qilgan. Tinchlik, omonlik, xotirjamlikda o'tishni Alloh nasib aylagan. Bundan keyin uzoq yillar davomida shu hamdiyat, ofiyatda, xayriyatda ibodatlarimizni davom etishini Alloh o'zi muyassar qilgan. Allohumma inni nas'aluka al-afwa wal-afiyata fid-din wad-dunya wal-akhirah. Tawaffana muslimin wa alhiqna bis-salihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Barchalarimizga Alloh hayot muborak qilsin. Amin. Qora bo'ling.